Deksimizden devamı kulak selen hürmetli vatandaşım. Avval kişilik hukuk meselesini Amerika tashqi siyosatining oldingi sepiga elib kelish Amerikaning tashabbuskorlik huquqini qayta qo'lga keltirishiga foydali. Mushu paytda, mushu daqiqada Hindang, Fingrang, Moskva, kechiringlar, Beijing, Tehran Amerikaning qo'sh taraflik munosabatdan iborat bir qiyin kun tartib ichida kontrol qilib oldi. Diqqat. Mushu daqiqada Pingrang, Moskva, Beijing, Tehran Amerikani qo'sh taraflik munosabatdan iborat bir qiyin kun tartib ichida kontrol qilib oldi. Chunki ular o'zlarining alohida manfaatini ilgari surib, Amerikani inkas qaytarishga majburladi. Demak, bu davlatlarda kishilik huquqi mavjud, shuningdek qochirib, boshqa siyosatlarga Amerikani band qilib qo'ydi demakchidir. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi avval Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatik vositalarini va diplomatiya xodimlarini kuchaytirishga ehtiyojlidir. Masalan, Rossiyaning tajovuzchiligi, Jungoning Janubiy dengizning muqimligi buzg'unchilik qilishi, Ironning zo'ravonlarni qo'llashi va raketa qurollarini taraqqiy qildirish plani, Chavshanning yadro qurollari tavakkalchiligi va yadro qurollarini sinab qilish qatorliq masalalarda yuz berishdan burun Amerika suhbatlashish kuchiga ega bo'lishi lozim. Kishilik huquq masalasi g'ayri fikrdagilarni qo'llash masalasini kun tartibga elib kirsa, tankilanmaydigan ustunlikka erishadi. Kishilik huquq masalasida g'ayri ko'z qarashli kishilarni qo'llashni kun tartibga elib kirsa, tankilanmaydigan ustunlikka erishadi Amerika. Chunki Jungoga o'xshash bu hokimiyatlar o'zining xalqidan qo'rqadi va ko'p mablag' ajratib tizginlashga majbur bo'ladi. Amerika erkin faoliyat qilguvchilarni bu xil bostirish tirishchanligining har qanday hukumatga ichki tashqi besim elib keladiganligini, nihoyat og'ir ichki va tashqi besim elib keladiganligini ta'kidlaydi. Amerika nima deydi? Amerika bundaq bu xil bostirishning, masalan, Jungoda Rossiyadagi bostirishlar tirishchanligining har qanday hukumatga nihoyat og'ir ichki va tashqi besim elib keladiganligini ta'kidlaydi. Endi Amerika suhbat ustilidagi o'rnini yuqori ko'tardi. Unumli kishilik huquq siyosatini tuzish lozim. Unumli kishilik huquq siyosatini belgilash bu o'ng'ay ishmi emas. Bu o'ng'ay ishmi emas. Lekin Amerikaning qudratli quroli bor. Davlat ishlar kotibi Tillerson buni ishlatish lozim. Bu qudratli qurolni ishlatish lozim. Unumli tadbir jumladan siyosiy ko'z qarashi hukumat bilan o'xshash bo'lmagan kishilar bilan ko'rishish. Mana bizda odamlar bilan ko'rishish. Nutq so'zlaganda kishilik huquq xiloflik qilgan qilmishlarni oshkoralash. Ommaviy diplomatik tirishchanlik ko'rsatib, erkin faoliyat qilguvchilarga moddiy yordam berishni asli keltirish va kuchaytirish. Erkin faoliyat qilguvchilarga moddiy yordam berishni asli keltirish va kuchaytirish. Lekin yanchiqchilar qo'ymichiga bermaslikmi? Ham ishlagan odamlarga berish. Erkin uchur bilan ta'minlovchilarni oshkor yoki maxfiy qo'llash. Demokratik islohot elib borg'uvchilarni tarbiyalash, planlash va munbar bilan ta'minlash. Hamda u davlatlarga qaratmalik ega embargo yurgizish. Hali kishilik huquq yaxshi bo'lmagan davlatlarga. Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson kishilik huquq siyosatini qaytadan gullantirish va qo'llaydiganligini bildirish kerak. Ijodiy siyosat belgilaydigan va o'y fikrlarni o'ttirib qo'ydigan hukumatsiz o'ttirib qo'ydigan kishilarni hukumatsiz tashkilotlar, olimlar va davlat mahkamasi o'zining xizmatchilari ishidan elib chiqish kerak. Bunday odamlarni Amerika davlat mahkamasining o'zining ishida elib chiqish kerak. Erkinlikni ilgari surish Amerika tashqi siyosatining avval o'ylashadigan turi hisoblanadi. Hem Amerikaning ziyonkashlik uchirgan ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatni asli keltirishga foydali bo'ldi.
Amerika'nın en işençli kişilik hukukunu teşebbüs kılıdığın şiriki ve harbiy diplomatiya sahasında işençlik ittifaklaşları var. Yaponiya. Çavuşanda kişilik hukuk tepsende kılınıvatkallığı izcil yerden berip geldi. Avustraliya izcil Amerika'ya yardımlaşıp Cungu halkının kişilik hukuklarını yaxşılaş üçün tirişçallık görsetdi. Hem de Angliya izcil Rusya'daki kişilik hukuk faaliyetçilerini ve İran'daki gayri fikirdekilerini kollap geldi. Amerika'nın nurgun ittifakdaşları yakından beri koş taraflık zarbege uçurdu. Cümleden sabık prezident Obama hükümetinin sel karışığı uçurdu. Yukarıda yak sebeplerine asaslanıp devlet işler katibi Tillerson ve devlet Müdafiə Ministeri James Mattis qatarlıq ərbabla ittifaqdaşlar bilan bolğan münasibətni yaxşılaşni yuqori dərəcəyə götürüş lazım. Qimmat qaraşlardan ortaq bəhrəmən aladigan həmkarlıqdan başlaş əməli usul çağrıdır. Hörmətli vətəndaşım, mana kişilik hüquq nima dedi bu? Yangi siyaset o'ttirib qo'yildi deymiz. Endi davlat ishlar katibi Tillerson kişilik hüquq siyosatini yangidan belgilashi mumkinligi ve yangidan buna ko'ngil bilish mumkinligini o'ttirib qo'yibdi. Biz yaqindagi ishlar qaraydigan bo'lsak, boshda so'zdik. 2012-yildan tortib hozirgacha bo'lgan oraliqda sobiq prezident Obamaning Uyg'urlarning masalasi, Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasining nachar bo'lganligini qayd qilishga bo'ladi. Shunga Xitoy 2012, 2013, 2014 2015-yil 9-ayning 19-kunigacha Uyg'urlarni rasmiysizlik bilan bosdi. Biz shuni deylikki, shunda fikr qilaylikki, ko'chada ketayotgan qiz balani elib kirib, saqchixonada tutib olib, uning ro'milini elib tashildi. Ko'chada ketayotgan Uyg'ur yigitni tutib olib, saqchixonaga elib kirib, uning burutini tushirib etdi. Mushunda qilib turganda bir 2 kun bu kishilar yo'qoldi, uyga qaytmadi. Mening balam qani, mening qizim qani deb saqchiga kelgan Uyg'urlarni saqchiga hujum qildi degan bahonada etib tashladi, qirib tashladi. Masalan, To'qozoqda bo'lgan voqea. Masalan, qo'shimcha Yakanda bo'lgan voqea. Xotanda Xonariqda bo'lgan voqea. Mush voqealarning hammasi avval Burutva Uyg'urni tutib olish, yog'li qatgan Uyg'ur xonim qizlarni tutib olish, ularni saqchiga olib borib solab qo'yish. Shundan keyin andan nima qilish? Mening balam qani, qizim qani deb kelgan ota-onalarni o'q tutish, qirg'in qilish, keyin uni dunyoga saqchiga hujum qildi deb jakarlash. Mana bu Xitoyning hozir ishiltayotgan usulidir.